Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan MRT ning sifati haqida gaplashamiz. Ya'ni ba'zi bemorlarga MRT ni o'sha elektromagnit tashashganda MRT sifatsiz ekan, menga boshqatdan qildirib tashlang MRT desam, bemorlar ba'zi xafa ham bo'lib qolishadi. Men palon pulga sarflab qilgan MRT qanaqasiga sifatsiz bo'ladi? Chunki mayli ayb sizlarda emas, sizlar chunki har kuni MRT ga tushib yurgan odam emassizlar, MRT ni o'qigan vrach emassizlar, qaysiki o'sha sifatini farqiga bormaydigan. Lekin o'sha 0.4 Tesla apparatini haligacha qo'yib, haligacha bemorlardan pul olib, shu tekshiruvni mana siz tekshiruv natijangiz, mana xulosangiz, mana qo'lingizga qog'ozni berib turgan odamlarni insofini o'ziga bog'liq. Sababi 0.4 Tesla bilan hozir 3 Tesla va 1.5 Teslani solishtirib beraman. Yer bilan osmoncha farqi borligini o'zlaring ham to'g'ri tushunib olasizlar. Ya'ni misol tariqasida birinchi o'rinda PD, ya'ni stir proyeksiyani solishtiramiz. Mana bu nimamiz, MRTimiz bu 3 Tesla. 3 Tesla. Bu bo'lsa 0.4 Tesla. Endi tasavvur qilinglar. Mana bu sifatliroqmi? Mana bu sifatliroqmi? Qaysi birida suyak va mana bu orasidagi paylar yaxshi ko'rinyapti? Albatta 3 Tesla'likda. Qarang, mana suyaklarning orasidagi paylar qanaqangi zo'r ko'rinyapti. Ha? Chotki. Endi buni qarang. Nima bu? Ajib-ujib bir kasha bo'lib ketgan. Keyin bo'li stirni faqat bokovoy proyeksiyada olgan, zadniy proyeksiyani ham olmagan, T1 da olgan xolos. Bunday qilib olib kelib ko'radigan bo'lsangiz ham juda ishonchli emas. Xullas, bunday ishonch bilan zo'r ko'rib turib bo'ldi, sizda mana bu pay uzilgan ekan, 100% javob deydigan holat basda. O'shancha iloji boricha har doim sifatli MRTda qildirgan yaxshi. Mayli, bu 3 Tesla 10 barobar kuchlisini solishtiryapsiz. Siz mana 1.5 Tesla, hech bo'lmasa 1.5 Teslasini qildiringlar. 1.5 Teslada ham mana hatto bu ko'rsa bo'ladi-da. Mana suyak paylarning orasini ko'rsa bo'ladi. Mana shu bemorimizda misol uchun orqalidasi uzilgan. Ko'ryapsizlarmi? Orqalidasi uzilib ketgan. Varus bor, ichki tomonda artroz bor. Chunki mana bu tog'ay mana yeyilib yotibdi. Payvashi qochib ketgan ildiz. Xullas kalom hech bo'lmasa 1.5 Tesla. Shuning uchun agar MRT ni diskini tashaganingizda MRT sifatsiz ekan dedimmi, значит rostdan sifatsiz. Menga u kerak emas sizlarni boshqatdan o'sha tekshiruvdan o'tkazish. Prosta men nimaga aytaman? Sifatli tekshiruvni ko'rib turib, sifatli javob bergim keladi-da meni ham. Keyin sizlarga ham tavsiyam, MRT ga boryapsizlarmi? Albatta nimadan o'sha klinikadan so'ranglar. MRT lar necha Tesla? 1.5 mi? Eng kamida 1.5 bo'lishi kerak. Bo'pti. Hamma proyeksiyalar to'liq olasizlarmi? Ya'ni stir PD ni o'sha yon tomondan old ko'rinishda va aksial ko'rinishda, ya'ni sagittal, koronar, aksial deyiladi. T1, T2 proyeksiyani yon tomondan va to'g'ri tomondan, ya'ni o'sha sagittal, koronar ko'rinishda jami 5 ta proyeksiya hammasini olasizlarmi deyiladi. Chunki shu 5 ta proyeksiya bo'lsagina keyin to'liq xulosa qilish mumkin. Keyin albatta elektron varianti, ya'ni hech bo'lmagan diski, bo'lmasam agar disk bera olmaymiz deydigan bo'lsa, ras o'sha yerda turgan joyingizda mana men Telegram nomerim, davay menga Telegramdan tashab beringlar deyiladi. Eng yaxshi varianti diskini ham olishdan oldin Telegramingizga o'zini elektron variantini tashatib oling arxiv ko'rinishda. Sababi siz bitta vrach bilan cheklanmaysiz baribir. O'sha bitta vrachga bordingiz, yana boshqa vrachga bormoqchisiz, undan ham konsultatsiya olmoqchisiz. Eng zo'r yo'li elektron varianti. Raz vrachning oldiga bordingiz, doktor bilan Telegramingizga tashadingiz, doktor ham raz kompyuterda Radiant degan programmani ochib turib, mana Radiant. Raz ko'rib olaveradi. Eng oson yo'l. Chunki disk yo'qolishi mumkin, sinishi mumkin. Elektron variant hech qachon yo'qolmaydi. Shuning uchun shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Hamma proyeksiyalar to'liq olinishi, kamida 1.5 Tesla bo'lishi va elektron variantini Telegramga o'zlaringizga tashatib olishing.